Do'stlar, men yaqinda bitta video ko'rdim. U videoga ko'ra, erkak kishi agar so'kinib gapiradigan bo'lsa, erkak kishi ayollarni, umuman atrofidagi uydagilarni haqorat qilib gapiradigan bo'lsa, 4 ta avlodini genini buzarkan, DNKsini o'zgartirib yuborarkanda. Va men shunaqa deymanki, bu fikrga qo'shilgan holatda erkak kishini so'kishi, haqoratlari bu 4 ta DNKni, 4 ta avlodni hujayrasini buzib tashlaydigan bo'lsa, ayol kishini g'aybati bu 40 ta avlodni savobini yuvib ketadi. Tushunyapsizmi? Nabirangiz kasal bo'lyaptimi? Insonlarni g'iybat qilyapsiz. Eringiz ahvoli ko'p ichyaptimi? Boshqalarni g'iybat qilyapsiz. O'zingizni moliyaviy ahvolingiz yaxshi emasmi? Insonlarni g'iybat qilyapsiz, muhokama qilyapsiz. Uni bolasi fohisha bo'libdi, buni bolasi narkoman bo'libdi, uni eri alkash bo'libdi. Xullas, sizga va bizga emas. Tushunyapsizmi? Muhokama qilish bizga emas. Alloh unga shunaqa taqdir berdi, shunaqa narsa berdimi? Demak, bizni haqqimiz yo'q bo'ldi. Kimnidir taqdirini gapirishga bizni umuman haqqimiz yo'q. Farzandlaringiz va nabiralaringiz baxtli bo'lishini istasangiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz do'zaxda yonmasligini istasangiz, iltimos qilaman, boshqalarning hayotini muhokama qilishni to'xtating. O'zingizni jannatiy bo'lishingizni istasangiz, sog'lom hayotda yashashni istasangiz, g'iybatni to'xtating.